Allah razılık olsun. Көмектесіп жіберсе. Қызым самолетқа билет алып, осы нағаш жеңгемнің қолына әкеп тапсырды. Assalomu alaykum. Aziz hurmatli Turan Babasi kanalının kuzatuvchilari ham muxlislari. Sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, charchamasdan yuribsizlarmi, ishlar bilan xarman. Mana men o'zlaringizning xabaringiz bor, ko'p vaqtdan beri shu video syomka qilib qo'ydim. Buni navbat qizimizni olib boryapti edik. Bu navbat qizimizni ham yer olamiz, ya bir joy olib beramiz deb shu pul jinoyat edik. Pullarni jinab şu yer planlarını sürüştürdük, başa kıldık, bir yer planına pul yetmeyapti, şundan keyin to'xtatib qo'ydim. Endi bugün bir yerde şu hazır men şu Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi Qo'movul degan yeri bor ekan. Mana bu yerda Salminata degan bir qo'yimchilik bor ekan. Shu qo'yimchilikning yanında Isbilarmon 44 degan mana ko'chaga keldim. Kelganimning sababi mana bir Qozog'istondan bir WhatsApp'tan benim nömerime çıkıp şurada bir aile var, qiynalgan, kasal yotibdi. Ama qiynalib yotibdi. Şuna bir barıp bir yağdayını ko'rib bir video qilib bering deb bana WhatsApp'tan yazdı. Men şunu bugün keldim. Ama hozir sizlar bilan bir yerda borib ko'ramiz, ne yağday, ne gap so'z. Bo'lmasa ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amin, sog'lik, salomatlik, omonchilik so'zlar bo'lsin. Qalay, yaxshimisiz? Qalay, yaxshimisiz? Sog'lik, salomatmisiz? Ishlaringiz amonmi? Men shu bir murojaat bilan keldim. Sizlar murojaat qildingizmi? Sonra endi Tarık Batır'ımız balam kayınbekemnin kızı karavsız kalıp edi. Sonra ayap үйге aldırdım Almata'dan. Özüm Kara Batırman. Жағдайын көресен hazır. Şu evvelki yardım Allah'dan, sonra da sizden yardım soravatımız balam. Rahmet. Bunda men barib ko'ramiz, ketdik bo'lmasa. Kiraversak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mana qizmi? Qalay, yaxshimisiz? Qalay, salomatligingiz yaxshimi? Bunu Dostlarımın kömeginin arkasında Almatı'dan осы жерге жетtim. Almatı'da kararsız kaldım. Öz ayağımdan жүріп едім. Омырауымнан rak metastazı болып, өкпеге бауырға жайылып кетті. Енді бір айдан асты, екі аяқтан жүре алмай қалдым. Жүре алмай қалған себебім содан қараусыз қалдым. Достарым көмектесті. Сонымен бір класстас қызым самолетқа билет алып, осы нағаш жеңгемнің қолына әкеп тапсырды. Қазір келгеніме өткен аптаның 3-ші күні келдім. Сол халықтан көмек сұраймын. Allah razılık olsun. Көмектесіп жіберсе. Не тамаққа нем жоқ, аппетитім жоқ. Өз аяғымнан жүре алмаймын. Туалетке отыра алмаймын. Екі қолымда жан жоқ. Тамақты өз қолыммен іше алмаймын. Сол халықтан әуелі Алланың арқасында сіздердің көмегіңізбен халықтан көмек сұраймын. Енді сізге көмек болғанда қандай больницаға даваланыш үшін ме? Больница не деп жатыр сізге? Больница қазір операцияға жарамайсың деді.
организм слабый болып қалған деді. Мен неше қанша күн Алматыда ешқандай тамақсыз, ыстық тамақ ішпей, қараусыз қалдым да, иммунитетім бәрі түсіп кеткен. Содан кейін кішкене организм тікіленгеннен кейін химия алу керек дейді, нұр алу керек дейді. Содан кейін бар операцияны қараймыз дейді. Кешегіде біршама дәрілер жазып берді, укол системалар. Соны қыздардың көмегімен алдым. Албатыр үйде. Burada şu maaşı keçe WhatsApp'tan buraya yazıyordu. Şundan şurada şu adresimizi verdi. Şu an ben ettim. Bir haber alıp gelin. Allah razı olsun. Amderede тұрады екен Ben ба? Mangırt'tan geldim. Amdere yanından. Allah razı olsun. Turan babası kanalım var. Şu kanalım arkalı. Көп insanlarga şu müracaat bilen barıp şu ondan keyinçe halk bilen birgelikte yardım kılıp keltirmiz. Endi bu Allah'dan eğer plastik kartalarımız bolsa, Kaspi Gold kartanız bolsa, ya Uskört bolsa, bar kartanızı berseniz, men şunu nege koyup beremen. Bana Kaspi Gold kartanız kimning atdı? Meniki. O'zingizning atingizni topib. O'zimning atimda. Atınız kim? Feruza. Feruza mı? Aha. Kaspi Gold Feruza. Tek bunu kimning atında mı? Buna jengemning nemeresinin atında. Nemeresinin mi? Bo'ladi. Bu sizin uy emas axir bu? Yo'q, uyim yo'q. Uyingiz yo'qmi sizin? Yo'q, ota-onam qaytib bo'lgan. Yaqinlarim yo'q. Farzandlaringiz turmushga chiqmadingizmi? Chiqdim. Kelishmedi deb aytdim o'zan sizga. Bir yo'lim borsa, yo'ldasim men. Tushundim yaxshi. Endi aziz hurmatli do'stlar, mana men bugun shu bilan murojaat bilan buni Feruza dedingizmi? Shu bilan Feruza qizimizni uyiga keldim. Mana yog'dayni o'zlaringiz eshitdingizlar. Mana shu nima dedingiz? Rak kasali bo'ldim deyotir. Mana shu xalqimdan bir yordam so'rayman, qo'limizdan kelgancha. Shu davolanishga bir yordam so'ratirgan ekan. Shu sizlardan iltimos qilaman, shu qo'limizdan kelgancha mana yog'dayni aytyotir, qo'limizdan kelgancha 1 so'mdan bo'lsa-da, 10 ming so'mdan bo'lsa-da, shu Kaspi Gold kartamizga 100 tangadan, 1000 tangadan bo'lsa-da, shu tamom ko'l bo'lar deylik. Shu qo'limizdan kelgancha yordam berib shu kishining bir savobini olaman degan insonlar bo'lsa, mana Qozog'iston Respublikasida bovurlarimiz bor. Shu avvaldan ham qo'llab-quvvatlab keldi bizlarda. Shu bu insondan bir qo'llab-quvvatlab bir shu sizlar bilan birgalikda shu oyoqqa turg'izamiz degan umid bilan men shu yerga keldim. Shunday, shuning uchun mana shu qo'llab-quvvatlab shu qo'limizdan kelgancha yana bir marta aytaman, shu plastik kartalarga qo'limizdan kelgancha yordam qilasizlar degan umiddaman. Shunday, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshqa akasini tayinladan bo'lib yurmay, Alloh bergani bor. Alloh bergani va Feruza deb chiqadi. Bo'ldi, yaxshi. Bu yerga mana kartangiz nima deb chiqadi? Yo'llubek va Dinara. Dinara dedingizmi? Studentga qiz bo'ldi. Bo'ladi. Endi shu bizlarning shu qo'limizdan kelayotganini shu men sizga karta qo'yib beraman. Endi Allohdan avvalambor shu mana xalqimiz bir yordam eting, men ham shu kishining savobini oling degan insonlar bo'lsa, Xudo xohlasa shu qo'llab-quvvatlab shu oyoqqa turib ketadi degan umiddaman. Xudo xohlasa avvalambor Alloh shunday. Boshqa gap so'zingiz yo'qmi? Aytadigan yana. Sizga ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Allah xizmat etsin, Allohdan qaytsin. Kelib o'tirsiz. Bir og'iz so'zni yerda qoldirmay. Qozog'istonda yurganda qanchama blogerlarga ne qildim. Hech qaysi javob qaytarmadi. Qanchama blogerlarga ataqdi. Jurnalistlarga yo'liqdim. Hech qaysi javob qaytarmadi. Ko'makchilari oladi, javob beramiz deydi, biroq bermaydi. Endi Xudo xohlasa Alloh avvalambor Alloh deb aytdim-ku. Shuna o'zi Qoraqalpog'iston xalqimiz bor, mana Qozog'istonda turib
Sebebi evvelden qo'llab-quvvatlab keltirdi. Shu mening shu kanalimda ko'p insonlarga yordam qildilar. Sizga da yordam qiladi deb umiddaman. Amin. Ko'p bersin, barakat bersin, to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Mana shu qadam yetdi, balo yetmasin. Shu mana shu Feruza qizimizga Alloh shifo bersin. Shu hamisha uylarimizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Amin.